Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangan Yashil bozor kelganmiz. Namangan Yashil bozorda davondamiz. Bitta umumiy video qilamiz. Qo'limizdan kelgancha kerakli narsalarni chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Sizlar videoni boshida bitta like bosib qo'ysanglar, biz videorolikimizni boshladik. Shu davonda yo'lni bo'yida bunaqa qo'l mehnati soatlar bor ekan. Akamiz ham yonimizda turibdilar. Telefon nomerlarini ham qo'yib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. Akasiga tayyorlab beramiz aka, qo'ldan. Bundan kattalar ham tayyorlab berilaveradi. Kattalarini ham tayyorlab aka, ismlarigacha yozib, sovg'iga tayyorlab beramiz. Ismlarga ham yozib beriladi. Yozib beramiz aka. Bu eng kichkinasi qanchadan boshlanadi? Aka, eng kichkinalar 60 ming so'm aka. Har ketaveradi, holatiga qarab kattayib. Mexanizmlar original. 60 ming so'mdan boshlanadi, bu kattalari-chi? Bular 400 ming so'm aka, kattasi. Kattalari 400 ming so'm ekan. Bu yerda har xili bor ekan. $60 ming so'mdan 400 ming so'mgacha qo'l mehnati, kimga shuna soatli kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomeringiz 94lik 94lik 303 303 90 97. 90-97 raqamiga telefon qilsanglar, dastavka ham qilib berilaveradi. Dastavka qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab aka. Instagramlari ham bor ekan. Instagramimiz bor. Yozsa Instagramdan tashlab berasiz, telefondan. Chiqadi aka, hammasini tashlab beramiz aka. Boshqa sovg'alarimiz ham bor. Aloqaga chiqib, ismlar ham yozib berilar ekan do'stlar. Bo'pti, sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Bu yerda soatlar. Do'stlar, biz bozor aylanishda davom etamiz. Bu yerda oyoq kiyimlar bor ekan, har xil. Chep qanchadan ekan? Qanchadan boshlanadi? 150 ming so'm. Ha, mashinlar, ha? 150 ming so'mdan boshlangan ekan. Qolganlari 100 ming so'mdan. Ha, bu yoqdagilari 100 ming so'mdan ekan. Oyoq kiyimlar. Telefon nomeringizni qo'yib qo'yilmaymi, shart emasmi? Qo'yib qo'ying. Necha nomeringiz? 91lik 344 9900 raqamlariga telefon qilib, zakaz qilsa ham bo'laveradi. Bozoringiz bersin aka. Do'stlar, endi bu yoqda mashinaga polinglar. Bir boshdan videorolik qilib ketaveraman. Telefon nomerlarini ham so'rayman. Berganlari bilan sirazi nomerini olib, bu yerda har xil balonlar bor ekan. Assalomu alaykum. Aka, men Mirovoy balonlar. Qancha ekan mana shu Mirovoy balonlarga? 170 ming so'm, ha? Do'stlar, mana har xil balonlar bor ekan. Manuschi? 170 ming. 130 qolgan 170 dan, ha? Kamirlar 50 mingdan. Kamirlar 50 ming so'mdan ekan. Namangan obzor. Davondan tushganda o'ng qo'lda detskiy avtomashinalar bor bu yerda. Har xili bor bu yerda. Shu ekran ostida telefon raqamlariga telefon qilsanglar, rasmlarni ham tashlab berishadi. O'zbekiston bo'ylab dastavka ham qilib berishadi. Sotuvchi akamiz yonimizda turibdilar. Birinchi qaysidan boshlaymiz aka? Bu ishdan boshlayveramiz, aka. Birinchi shu traktordan boshlaylik, siniy traktordan. Traktorimiz aka 24 voltli. O'zi og'diradi ham. Orqasi og'diradi. Pritseplargacha og'diradi. Lapatkalari bor. Yumshoq balonli aka, buni qattiq balonligidan emas. Balon 12 volt emas, 24 voltli. Buni narxi aka 3 million so'm qilib beramiz. 3 million so'm qilib beriladi. Endi keyingisi mototsikl bor ekan, chig'ildiraylik. Ular qancha? Hop. Aka, unimiz 1 million 200 ming so'm. Mana bu mototsikllar. Bu yoqda bor, ha? Shundan, ha? Ha. Karbonli qilib ishlangan aka hamijotini. 1 million 200 ming so'm. Juda chiroyli aka. Hop, endi bu yoqda har xil mashinalar bor. Ular hammasi yangi holatdagilari. Bunisi qancha? Aka, Lamborghini Aventador. Hop, narxi 2,5 million so'm.
Bunisi 2,5 million so'm. Ha. Yumshoq Aytiladigan balonli. narxlardan ozma tushib beriladi, ha? Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha. Bunisi-chi? Hop, bu Mercedes Benz'imiz Adin sidinali 2 million so'm aka. Ha, bunisi 2 million so'm qilib beriladi. Ha, bu yoqdagilari. Mercedes Benz mana bu modelda. Shu mono bilan bir xil, 2 million so'mdan bilan. O'sha yangi o'zi chiqqan trenddagi retro holatdagisi. Qancha dedingiz buni? 2 million so'm. 2 million so'm qilib beriladigan. Ranglari mavjud, oq, qora, ko'k. Har xil rangdagilari bor. Bu bor. pastdagilar ham shundan ekan, ha? Ha, shundan. Hammasi bir xil. Bu yoqda mana oqi ham bor ekan. Ha, endi bu yoqda kichkinalar, Bu kichkinalarimiz aka 1 million 300 ming so'mdanga. bular G2 bor, 3 yoshdan 5 Toyota'si bor, yoshga BMW'si atrofida. bor, Lamborghini'si ham bor. Xullas hammasidan bor, xudo xolasa. 1 million 300 ming so'm qilib beriladi. Yumshoq balonli aka. Muzikalar bor, chiroqlar yonadi. Bu ham bu quvvat yaxshi. Bunisi qancha? Bu mashinamiz aka. Oldi fasadkalardan bitta ko'rsataylik. Juda bir neobычный yonadi. Narxi 2 qancha? million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm qilib berilgan do'stlar. Dinlar ham ko'jinni, 4 ta bolani ham yumshoq balon. Musofirda yurganlar bo'lsa, shu ekran ostida telefon raqamlariga telefon qilsanglar, o'zlari podarka qilib, uyga ham chiroyli qilib, dastavka ham qilib berishadi. Endi bu yoqdagilari, Baggi mashinamiz. Buni 2 xil modeli bor. Mana 900 modelda galagenlar yonmaydi. Tevesdagi galageni bo'lmaydi. Buni narxi aka 2 million 100 ming so'm. ha, bunisi 2 million 100 ming so'm. Mana 009 modeli bor, o'sha bilan bir xil. Hattoki mana bu svetlargacha yonadi. Ko'rib turibsiz, tevesda galagenlar bor. 2 million 300 ming so'm aka. Ha, bunisi 2 million 300 Yo'l ming so'm. tanlamas. Ha, bulari o'rtada turgan ikkita, Bir xil aka. bular 2 million 300 ming so'mdan. Ha. Hammasi Mana bir xil. G2'miz bor. 2 million 100 ming so'm. Ha, bunisi 2 million 100 ming so'm ekan. Gelik. Endi bu yoqda har xil detskiy avtomashinalar bor. Naryoqda kattalari ham bor ekan, ha? Bor, Yosh kattalar hammasidan uchun, bor, aka. kishiliklari hammasidan bor. Oqlovchilar uchun bu yoqda Mototsikl. mototsiklchalar ham bor ekan. O tepada turgani qancha? Mercedes Benz'mi? Aha. 2 million 700 ming. Mercedes 2 million 700 ming so'm qilib berilar ekan. Kishili adden sidini. Ha, sidinalar addeni. Ha. Qora rangidan ham bor. Keyingilarichi? Ha, bu qorasi. Ha. Hozir yomg'ir yog'ib turganligi uchun telefonlarni yopib qo'yishgan. Lekin telefon qilsanglar rasmlarigacha tashlab berishadi do'stlar. Endi bu yoqdagisi svetlar Svet mashinamiz kishili, balonlar yumshoq bo'ladi. Bunda ham o'qib ishlangan. Narxi 3 million 400 ming so'm. 3 million 400 ming so'mga qilib berilar ekan. Mana oldi ko'rinishlari. Bu yerda har xil avtomashina bor. Aloqaga chiqsa o'z ma'lumotini Telegramda berib gruppamiz o'tiraversa. bor, Instagramda kanalimiz bor, YouTube'dan bor aka, xudo xolos, TikTok'imiz ham bor. Telegramdan yozishsa, gruppaga qo'shamiz. Telegram gruppaga qo'shiladi, bemalol Uchmasdan ko'rib. bemalol zakaz berishsa, xudo xolasa O'zbekistonning любой joyiga chiqazib beramiz. Yo'ldosh degan narsa bo'ladi. Telefon nomerlarini aytib keting. 88li Aha. 170 12 12 33li 651 0200 12 12 da Telegram bor, WhatsApp bor, imo bor aka. Saqlanib qilishsa hammasi chiqadi. Rasmlarini ham tashlab berishadi. O'zingizlar aloqaga chiqib, video davomida bera To'g'ri sifatli qilib bajarib beramiz. O'zingizlar berib o'taverasizlar ma'lumotni. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, birinchi shu propan balonchadan boshlaymiz. Tayyor. Bular nechtalik bu? Bular 5 ta 6 ta 8 tagacha zapravka qilib berishaveradi. 8 litrgacha. Bitta kichkina Narigi oila uchun. Narxi qancha buni? Narxi 150 mingdan. 150 ming so'm ustidagi bilan, ha? Tayyor. Yo'q berish. O kichkinalarichi? Nargisi shu bu ham 150 ming so'm, sovetskiy nargisi 180 ming so'm. 180 ming so'm ekan. Bu yerda har xil gaz balonchalar bor ekan. Mana bu endi mana bu narsa mana o'zi bilan ishlaydi. Mana bu tayyor mana bu. O'zi ishlasa bo'laveradi, bemalol qo'yib. tayyor mana. Tayyor holatdagisiga. 260 ming.
Bu yerda charxlar ham bor ekan. Charxlar 360 dan, ha? 260 ming. Ha, 260 ming so'mdan tayyor charx. Ozroq beriladi. Yana narxini kelishtirib berilgan. Mana suv motor ishlab turgan, ha? Ishlab turgan, ha. Qancha bu? U 500 ming so'm. Suv motor 500 ming so'm ekan do'stlar. 50lik. Endi bu yoqda har xil motorlar bor. 300 ming so'm. Mana motorlarni ham charxga ishlasa bo'laveradi, ha? Haqiqa tayyor butun motor bular hammasi. Tayyor ishlab turgan motorlar ekan. Bolgargani 200 ming dedingiz, ha? Ularga 200 ming so'm. Damkiratchi. Damkirat ham 200 ming so'm. Damkirat ham 200 ming so'm, bolgarga ham 200 ming so'm ekan do'stlar. Endi bu yoqda Ha? Pulimi? Pulini 5 ming akkumulyator so'm. zaryadka qiladigan. Bu zaryadkalarchi, o? Bular 300 ming so'mdan. Akkumulyator zaryadka qiladi, ha? Bular 300 ming so'mdan ekan. Bu yerda har xil kerakli buyumlar bor. Bu yoqda shu bitta qishloqqa kerak bo'ladigan suv tashigani aravachachi. Aravacha 200 ming so'm. Aravacha 200 ming so'm ekan. Mana mana tomondan oling. Bu yoqda velosipedlar, beton tashigani 350 ming deyamiz. aravachalar bor ekan, har xili. Shu 150 ming, 200 ming so'mdan bu yerda kiriladigan sushilka ham bor ekan. Bular qanchadan? Ova? Sushilka qancha? Bular 70 ming so'mdan. Beton tashiydigan aravachalar 150 ming kami bor. 150 ming so'm kam bor ekan. Tayyor, rossiyskiy. Har xil duxovka ham bor ekan, ha? Duxovka ham bor. Mana samodyol charxim ham bor ona. Bu yoqda katta charxlar, torozlarchi? Katta toroz. Katta tarozi 200 ming kami bor. İçidagimi? İçi aloy sotilmaydi. Yo'q. Zapasi yo'q uni, o'ziniki. Uni kichkina turibdi toroz. shuna deyapti. Anaqani ustida turadi o'sha narsa. Bu yoqda soatlar Yo'q, bor setka ekan. turibdi-yu. Setkani ustida turadi. Setka tushadi xolos aytgan. Bu toroz qancha dedik? Tarozi 200 ming so'm. 200 ming so'm ekan. Kattasi. Kichkinasichi? Kichkinasi 100 ming so'm. Kichkinasi 100 ming 10 so'm ming ekan. so'm. Bu yerda har xil narsalar bor. Qo'ldan telefon nomerlarini qo'yamiz. Nima kerak bo'lsa, o'zingizlar aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, mana bu yoqda bu yoqda aravacha ham bor ekan. Kimga kerak bo'lsa, endi kimdadir har xil vaziyat bo'ladi. Arzon narxga qilib berishar ekan buni ham. Bu yoqda ham har xil termizlar. Telefon nomeringiz necha edi? Qo'lda 33lik. 33lik. Hop. 363 363 63 aha 71. 63 71 raqamlariga telefon qilib bu yerda ko'rsatgan narsalarni ma'lumotini olsanglar bo'laveradi do'stlar. Barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.